Ko'zlaringizni katta-katta ochib qarang-chi. Bu nima? Olti va yana bir. Bittaga yutding. Bu qanaqa usul bo'ldi? Ey qizcha, senga past baho beribman-ku. Aytgandim-ku axir. Meni omadim chopgan deb. Bitta toshni ikkiga bo'lib, 7 chiqardim. Men yutdim. Mayli qizaloq, bu gal oson bo'lmadi. Janob, menga 6.400.000 pulimni bering. Nimaga shoshasan? 3tada yengish. Bu endigina birinchisi bo'ldi-yu. 3tada yutish qoidasiga ko'ra, bitta o'yinda yutqazilsa ham hamma tikkanini yutqazgan hisoblanadi. Nima? Muammo yo'q. Unda meni ikkinchi o'yindagi 2 barobar yutug'im 128 million bo'ladi. Yana yutsam 250 milliondan oshiq berar ekansiz. Xo'p, mayli. Ikkinchi o'yinda ham mahoratingni ko'ramiz. Xo'sh, janob. Unda nima o'ynashni xohlaysiz? Hozir katta raqam tushirish o'ynaldi. Endi esa kichik raqam tushirish o'ynaymiz. Kichkina bo'lsa kichkina-da. Ko'raylikchi, bu gal qanday yutmoqchi ekansan. Unga bas kelolmasa kerak o. Boya 6 ta 6 chiqargandingiz. Endi 6 yu 1 chiqarmasangiz kerak-a? Unda menga past baho beribsanmi? Qaranglar. Va bitta ustun. Qo'ya bitta ustun qildi. Bir chiqdi. Sen aniq yutqazding. Ustasi baribir ustada. Voy, bu usul juda ham dahshat-ku, ha? Go'zal qiz, bunaqa bitta ustunni ko'rganmisan? Ko'rmaganman. Janob, uslubingiz haqiqatan ham mohirona ekan. Qani ko'raylikchi, qanday qilib Qo'yani yenga olarkansan. Unda men sinab ko'raychi. Iltimos menga toshlarni almashtirib kel. Ey, oldin qoidalarni aytay. Endi bu gal oldingiday toshni sindirmaysan. Sindirsang ham qolgan sonlar baribir hisobga olinadi va baribir yutqazgan hisoblanasan. Bu gaping bilan men aniq yutqazaman-ku. To'ppa-to'g'ri. Xayolga kelmagan usul bilan Qo'yani yengishing mumkin bo'ladi. Shuning uchun chayqatishga hojat yo'q. Agong, bekorchi gapni qo'y. Mayli tashlab ko'rsin. Tangrim, o'zing asra. Bu safar aniq yutishimiz kerak. Jo'jon uslubini bilmasam ham o'zing uni asra. Aniq yutaylik. O'zing asra, tangrim. Agar shu safar ham yutsang, men eng jirkanch ahvolga tushay. Unda gapingda turishingga to'g'ri keladi. Aytib qo'yay, men allaqachon yutdim. Katta gapirish hammani ham qo'ldan keladi. Bo'ldi, yetar ochiqol. Ko'rsatkinchi, qanday yutar ekansan. Yaxshi. Ko'rib qo'yinglar. Bunaqasini bir umr urinsangiz ham chiqara olmaysiz. Bu endi qanaqa usul bo'ldi? Hozirgina aytganding-ku, toshni bitta raqami chiqsa ham hisobga olinadi deb. Hatto singan bo'lsa ham deding. Endi bu yerda hech qanaqa raqam yo'q. Demak, bu 0 hisoblanadi. 0 raqam. 0 raqam deb hisoblaymiz. Ey qiz, sen qayerdan kelgansan? Buni nima ahamiyati bor? Men mahoratimni ishga solib yutyapman. 3 tada yutish. Men allaqachon 2 tasida yutdim. Bu oxirgisi bo'ladi. Agarda yana yutsam, menga 5 milliondan oshiq berishingiz kerak bo'ladi. Kelishdik. Unda 3-chisini soddalrog'idan o'ynaymiz. Yaxshi. Nima o'ynashni xohlaysiz? Agong,